Bugun sizlar bilan Gipovolning Shock 10-qismi haqida gaplashamiz. Xudo xolasa. Qani boshladik. Dastlabki reanimatsion holat, ya'ni dastlabki reanimatsiya berish ketma-ketligi xalqaro standartga ko'ra CABC yo'nalishida bo'ladi. Ya'ni bu birinchi C degani catastrophic hemorrhage, ya'ni juda ko'p qon ketadigan vaziyatda qonni to'xtatishimiz kerak. Keyingisi airway, ya'ni havo yo'lini tozalashimiz kerak. Keyin B breathing, ya'ni nafas olishda. C circulation, ya'ni qon aylanishini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Endi o'zi ko'p holatlarda, reanimatsion holatlarda ABC oldingi tamoyilga ko'ra, lekin hozir ham reanimatsion holatlari CAB bo'lyapti. Endi ketdik, hozircha o'zimiznikini ko'rib chiqamiz. Keyinchalik qaytib, xudo xolasa shu mavzularga ham kelamiz, ularni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Birinchi CABC dagi C ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri ya'ni qon ketyapti. Tasavvur qiling, juda ko'p qon ketyapti. Biz to'g'ridan to'g'ri bir doka yoki toza mato bilan shu yerga bosim berishimiz kerak. Yuzaga bosim berib, qon to'xtaydigan darajada bosim berishimiz kerak. Yoki qo'l oyoqlarda tasavvur qiling, qon ketyapti. Bunda jigut bilan bog'lashimiz kerak. Jigut bog'lash texnikasi jarohatlangan joydan 5-8 sm teparoqda, yuqoriroqda va proksimalroqda qilishimiz kerak. Bu birinchi jigut. Jigutni shunday boylaganingizdan so'ng uni vaqtini kasalning peshonasiga yoki bo'lmasam maxsus kartalarga yozib qo'yishingiz mumkin. Endi jigutni yana qo'shimcha jigut deyiladi. Bu jigut agar bitta jigut bilan qon to'xtamaydigan bo'lsa, uni proksimaliga, ya'ni yuqorirog'iga yana bitta jigut bog'lasak bo'ladi. Keyingi qon to'xtatadigan usulimiz, ya'ni gemostatik vositalar bilan, ya'ni jigut qo'yib bo'lmaydigan joylar, bo'yin, qo'ltiq osti, chov sohalariga qo'yishimiz mumkin. 3-5 minut maxsus bintlar bo'ladi. Kaolin yoki hitozan shimdirilgan, bular ya'ni qonni ivishini ta'minlaydi. Biz 3-5 minut bosib turamiz. Bosib turgandan so'ng, ya'ni bosuvchi boylab qo'yamiz, keyin aylantirib baylab qo'yamiz yumaloq qilib. Qayer holatga qarab boylaysiz. Bo'yin bo'lsa aylantirib baylab qo'ysangiz bo'ladi. Chov bo'lsa yaxshilab bosib, bandaj bilan qimirlatmaydigan holatga keltirasiz. Endi ichki qon ketishlarda siz qanday yo'l tutasiz? Zudlik bilan shifoxonaga borasiz. Boshqa yo'l yo'q. Buni siz tashqi muhitda to'xtata olmaysiz. Zudlik bilan shifoxonaga borsangiz, inglizchasiga REBOA, ya'ni bu shunaqaki, shifoxona ichiga borganingizdan so'ng qon ketyapti turgan tomirga son arteriyalaridan tushib, maxsus kateter yordamida tiqin qo'yiladi. Bu mana bundan keyingi chanoq suyaklari sinishida ham asqotadi, chunki chanoq suyagini sinishida maxsus bandaj qo'yasiz, lekin chanoq ichidagi arteriyalar yorilgan yoki qon ketish kuchli bo'lganligi uchun bu yerda shu o'zbekchasiga REBOA shu yo'nalishda foydalaniladi. Endi uzun naysimon suyaklar sindi. Uzun naysimon suyaklarda birinchi shinalar bilan immobilizatsiya qilasiz va sirazi qon ketishini to'xtatish uchun jigut boylaysiz. Airway degani, endi ikkinchisiga o'tamiz. Ya'ni bu nafas yo'li. Nafas yo'lida tiqin bormi? Qusuv massa bormi? Laxtak qon bormi? Yoki til orqaga ketib, tilni orqa ildizi yuqori qismiga yopishib qolsa, buni glossoptoz deyiladi. Shu holat bormi yoki yo'qmi? Agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, biz pastki jag'ni oldinga chiqaramiz. Ya'ni bu qachon bo'ladi? Buni qo'llashga ko'rsatma bor. Agar pastki jag'ni oldinga chiqarish ikki xil bo'ladi. Bu bo'yin umurtqasi singanda mana bu yerda ko'rsatganmiz. Mana bu yerda
manevr bor. Pastki jag'ni ko'tarishda mana o'ng tomondagi rasmda ko'rishimiz mumkin. Jag'ni yuqoriga ko'tarib, boshni orqaga tortamiz. Bo'yin singanda yoki glossoptoz bo'lgan holatda bu rasmdagi holatni ko'rsatamiz. Boshni orqaga tortib, jag'ni tepaga tortamiz. Endi ko'rishimiz mumkin orofaringeal yoki nazofaringeal trubkalar qo'yamiz. Bunda mana bu nazofaringeal, ya'ni burun bo'shlig'ida shishgan yoki qon ketish, juda kuchli qon ketish yoki biror tiqin tiqilgan bo'lsa, siz burundan nafas olishiga yordam berish uchun nazofaringeal trubka qo'yasiz. Yoki orofaringeal mana og'izdan qo'yasiz. Mana bu yerda mexanizmi og'iz ichidan kirib, nafas yo'lida og'izda tiqinlar bo'lmasligi uchun. Asosan bu yerda yuzdan, jag'dan shikastlanganda shishib ketadi. Shu shishgan holatda qo'ysangiz, sizga anchagina effektli bo'ladi. Nafas aktini effektlashi. Buni razmerlari bor. Mana keyingi holatimiz nima qo'llaymiz? Ya'ni aspirator yordamida sanatsiya qilamiz. Ya'ni aspirator bu so'rib oladi. Burun ichida yoki og'iz ichidagi narsalarni so'rib olish mumkin. Oxirgi choramiz intubatsiya qilinadi. Ya'ni intubatsiyani men sizlarga ko'rsataman. Bu oxirgi chora bo'ladi. Ya'ni intubatsiya qilganimizda to'g'ridan-to'g'ri traxeyaga qo'yiladi. Bu yerda intubatsion truba bo'ladi. Yoshiga qarab, kattaligiga qarab razmerlari 16, 18, 14 razmerlar ketadi. Siz shu razmerni tanlab qo'yishingiz kerak va buni mana ko'rishingiz mumkin. Intubatsiyaning sharchasi bo'ladi. O'rnashtirganingizdan so'ng buni nima qilamiz? Ishirib qo'yishimiz kerak. Ishirmasak, bo'lmasam joyidan jilib ketadi. Mana bu yerda ishiradi. Bu yerda shpris bilan, quruq shpris bilan ishirib qo'yiladi. Endi intubatsiyaga birinchi ko'rsatma bor. Intubatsiyaga ko'rsatma shunaqa bo'ladiki, koma holatda, kasallik koma holatida yotgan bo'lsa, Glasgow koma shkalasi bo'yicha 8 yoki 8 balldan past ballda baholansa, yoki yutish yoki yo'tal akti yo'q, umuman hushsiz og'ir holatda yoki og'ir yuz jag' jarohati yoki progressiv gipoksiya. Bu progressiv gipoksiya degani gipoksiya kuchayib boraveradi. Hech ham orqaga qaytmaydi, faqat rivojlanib boruvchi gipoksiya degan. Endi intubatsiya qo'yganimizda intubatsiya qo'yganimizda shoshilinch tarzda bo'ladi. Bu shoshilinch tarzda bo'lgani bilan baribir siz bemorga sedativ yoki meralaksantlar qilib olishingiz mumkin, chunki bemor sizga qarshilik o'zi xohlamasa ham qarshilik ko'rsatishi mumkin. Buni ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Siz chunki og'ir holatdagi odamga sedativlar qilganingizda yoki meralaksant qilganingizda nafas yoki yurak harakatini to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha tavsiya qiladi, gemodinamikaga minimal ta'sir ko'rsatadigan doridan foydalanishingiz kerak. Bulardan bitta misol ketamin. Ketamindan foydalansangiz bo'ladi. Bunda demak siz qo'yapsiz, qarang. Zudlik bilan intubatsiya qilyapsiz. Intubatsiya bilan birga infuzion terapiyasi bilan vazopressorlardan foydalanishingiz kerak, chunki ketamin kelganingizdan keyin уже bo'shashadi tana. Bu oxirgi intubatsiyamiz, oxirgi chora. Hushsiz holatda nafas aktini to'g'irlashga, nafas akti emas, nafasda havo yo'lini ochishga yoki havo yo'lini to'g'irlashga bo'lgan harakat. Keyingisi breathing, nafas olish. Nafas olishda shunday qilamizki, boribmiz xususiyat nafasni birinchi sirasi ko'rishimiz kerak. Nafas bormi? Nafas tezligi, chuqurligi yoki yordamchi mushaklar ishtirok etyaptimi? Saturatsiya nechi? Saturatsiyani puls oksimetr yordamida o'lchashimiz mumkin. Endi nafas aktiga zararlovchi omillardan ko'rishimiz mumkin. Zo'riqish, pnevmotoraksni ko'rishimiz mumkin. Bu pnevmotoraks degani plevra varaqlari orasiga havoni kirib qolishi. Ya'ni nafas olib chiqargan sari olsa kengaymaydi, lekin chiqarsa borgan sari puchayib boraveradi o'pka. Biz xuddi shuniga yordam berishimiz kerak. Buni qanday qilamiz desa, zudlik bilan igna bilan dekompressiya qilamiz. Chunki dekompressiya qilishimiz kerak.
o'pka kichrayib ketaveradi, orasiga havo to'lib boraveradi. Buni qanaqa qilamiz desak, buni ikkinchi qovurg'ani orasini topamiz. 2 bilan 3-chi qovurg'ani orasini topib, bu yerda o'rta o'mrov chizig'idan igna sanchamiz va bu bizga qutqaruvga yordam beradi, lekin bu oxirgi chora emas. Bunga biz plevral drenaj qo'yib yakunlab qo'yishimiz kerak. Keyin ochiq pnevmotaraksda 3 tomondan okklyuzion bog'lam qo'yishimiz kerak. Bog'lam qo'yamiz va 3 tomondan mahkamlab qo'yishimiz kerak. Massiv gemotoraks. Massiv gemotoraks degani plevra varaqlarining orasiga katta miqdorda qon to'planib qoladi va u katta miqdorda to'plangan qonni chiqarib yuborishimiz uchun o'sha ham katta diametrli drenaj qo'yishimiz kerak. Yoki aksiy genoterapiya qilishimiz kerak. Ya'ni niqoblardan, nazal kanulalardan, tepada aytdik-ku, faringial yoki nazofaringial trubkalardan foydalanishimiz mumkin yoki intubatsiya qilishimiz mumkin. Oxirgisi bu circulation, ya'ni suyuqlik bilan reanimatsiya qilishimiz kerak, ya'ni qon aylanishini ta'minlashimiz kerak. Bu yerda birinchi biz suyuqlik bilan ta'minlash uchun avvalo venoz yo'lini ta'minlashimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi desa, 14 yo 16 kateter yordamida venaga tushib olishimiz kerak. Bizga hech qachon markaziy vena birdan bir chora bo'lmaydi, chunki u uzun va torligi uchun biz tez foydalanishimizga yo'l qo'ymaydi. Biz faqat venadan foydalanishimiz kerak yoki intraosseus usul bilan. Ya'ni intraosseus degani suyakni o'ziga ukol qilamiz. Bunda suyakka ukol qiladigan joylarimiz bor, maxsus joylar. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Tizza suyagini patellarni yuqori qismiga qilishimiz mumkin, yoki bo'lmasam humerusni boshchasiga qilishimiz mumkin, yoki bo'lmasam tizza suyagini tibiyani boshchasidan ozgina pastroqqa qilishimiz mumkin. Bu ham hech qanaqa nima bermaydi bizda. Hech qaysi infuziyani oqizishimizga to'sqinlik bermaydi. Bemalol organizm qabul qila oladi. Endi keyingisi aytdik, shoshilinchda suyuqlik quyish uchun birlamchi tanlov emas markaziy vena kateteri. Bu qachon bo'ladi? Buni qo'yamiz bizda vazopressorlardan foydalanish va gemodinamikani bir xilda ushlab turish uchun, yoki zudlik bilan biz 37-39 graduslik venozniy kristalloidlar, ringer yoki normosollarni bolus tarzida 500 ml qo'yishimiz kerak. Hozirgi beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat. Bundan keyingi darslarda biz sizlar bilan suyuqlik terapiyasi haqida gaplashamiz.